Xitoylarning Uyg'ur eliga bo'lgan besimi kundan-kunga kuchaymoqda. Yaqında Pakistan hökuməti bilan Xitoy hökuməti hamkorlashib, Pakistandagi Xitoyga qarshi Uyg'ur inqilobchilarini Xitoyga o'tkazib berish kelishimini imzoladi. Nega keldik Abdullay? Az qoldi. Kelaydiq. Oldimiz chegara ko'rinmaydi-ku. Aldırma Mamati, Sharq Turkiston zaminiga hozirlik kiramiz. Allohdan osonlik tila. Aldığımızda Pakistan saqchilari bor ekan. Uyg'urlarmi, Pokistonliklarmi? Meningcha Pokistonliklar. Pasport. Hammang chiqarish. Bizning muhim ishimiz bor. Tezroq bo'linglar. Senlar Uyg'urma? Yo'q. Mashinadan tushinglar, tekshiramiz. Aka, bizni tushinglar da'vatida. Qanday qilamiz? Albatta tushimizda. Sizlar bu yoqqa o'tinglar. Sizlar mashinada tekshiringlar. Hushyorroq bo'linglar, ish teriydiganda qilamiz. Nega bormoqchi? Sharq Turkistonga bormoqchi. Nima qilg'ili? Yordam bergili. Kimga yordam bersa? Uyg'urlarga. Uyg'urlarga? Uyg'urlarga yordam berish bizning burchimiz. Ham sizlarning burchinglar edi. Lekin sizlar Xitoyga yordam beryapsizlar. Nima deb jo'ylayapsa? Qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tarish! O'ltirish! Olta, sen olta. Sizlar Allohga osiylik qilyapsizlar. Buni bilamsan. Ketaylik. Buni o'g'limizga qoldirdim. Tushundim. Men majburiyatimni ado qilmasam bo'lmaydi. Xalqimiz tarixdagi eng zo'r musibatga duch keldi. Biz bunga qarab tursak, Alloh bizni texim qattiq jazolaydi. Qarshi turishimiz kerak. Men badal to'lashim kerak. Shahid bo'lishim kerak. Sizdan faqatla ayrilg'im yo'q. Ammo siz bilan jannat yashag'im bor. Allah maqsadingizga yetkazsin. Allah bizni jannatda ko'rishtirsin. Sizlar mush yerda qilinglar. Ma'qul. Japa chekdim.
Uyg'ur yigitlari bilan bugun ko'rishalimdiq. Shundoq. Yaxshi.